Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekiston xalq shoiri, yozuvchi G'afur G'ulomning Shumbola nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Biz bugun sevib o'qiyotgan kitoblarni 20-30 yil o'tib balki varaqlagimiz ham kelmas. Xohish topa olmasmiz, lekin Shumbola qissasini esa har qanday yoshda bolalik sho'xliklarini qo'msab, sog'inib mutolaa qilishga ehtiyoj sezamiz. Adibimiz G'afur G'ulomning bu qissasi tasviriy vositalarga boyligi bilan boshqa asarlaridan ajralib turadi. Dandon sopli pichoqdan boshlanib, chuvalashib ketgan gapni boyning qizi Adolning o'g'il tug'ib berganiga borib ulab, indan keyinchi o'lguday inchiq, ziqna, ezma, sariboy mot qilgan Shumbolaning bir-biridan qiziq sarguzashtlaridan xabardor bo'lishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.